Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Aqlimizga insonimiz qaytadimi degan mavzuda ko'ring degan ekan. Xo'p, aqlimizdagi insonimiz qaytadimi bizaga deb ko'ramiz. Qani ketdik. Bo'lmasa har doimgidek biz variantlar qilamiz. Variantlardan bittasini tanlaysizlar. Aqlimizda insonimiz qaytadimi? Birinchi variant. Ikkinchi variant. Uchinchi variant. Xo'p, kartalarga o'z energiyalarini yuborgan holda kartalardan bittasini tanlaysizlar. Tanlagan bo'lsanglar, men birinchi variantdan boshlaymiz. Aqlimizda insonimiz bizga qaytib keladimi? Hozirda qanaqa energiyada? Hozirda bu inson jang qilyapti, urush qilyapti, kimlar bilandir dilxiraliklar bo'lgan, rosa kim bilandir urushgisi kelyapti. Qo'pol energiyalarda turgani ko'rinyapti bu insonni. Xo'p, bu inson qaytib keladimi bizaga? Yo'q, bu inson aql bilan ish tutmoqchi. His-tuyg'ularni chetga yig'ishtirib qo'yib, aql bilan ish tutmoqchi bu inson. Birinchi variant tanlagani insonlar kishilari. Bu inson aql bilan ish tutmoqchi, qaytish niyati menimcha yo'q. His-tuyg'ularga berilmayman, aql bilan ish tutaman deyapti. Xo'p, sizga bo'lgan tuyg'usi qanaqa bu insonni? Bu insonni sizga bo'lgan tuyg'usi qanaqa? Yaxshi ko'rishi bor, sevishi bor, sog'inishi bor. Sog'inyapti, yaxshi ko'ryapti, orzu qilyapti bu inson. Lekin qaytish niyati yo'q, osulimda qolgan. Ikkilamchiliklarda qolgan. Xo'p, qaytadimi? To'siqlar bor, dilxiraliklar bor. Bu inson menimcha hollarda qaytish niyati yo'q. Bu inson aql bilan ish tutmoqchi. Hozirda esa to'siqlari bor, dilxiraliklari bor, janjallari bor. Juda yomon energiyalarda turgani ko'rinyapti bu insondan. Nomamid shu yaqin kunlarda sizga bu inson qaytib kelmaydi. Birinchi variant tanlagan kishilarning aqldagi insonlari. Xo'p, ikkinchi variant tanlagan insonlarda aqlingizdagi insonni hozirgi holati qanaqa? Hozirgi holati o'ylovlarda turibdi, qanaydir bir yechimlar izlayapti, qanaydir bir qarorlarni olish kerak. O'sha qarorlari bo'yicha o'ylovlarda turibdi. Qat'iy bir o'ylovlarni o'ylab, qarorlarni bir nimalarni ushlab olgani ko'rinyapti bu insonni. Xo'p, dalshi aql bilan ish tutmoqchi bu inson ham. Bu inson ham aql bilan ish tutmoqchi. Hozirgi kunlarda sovuq energiyalarda turgan bilan, hozirgi kunlarda juda ham tashvishli, qorong'u kunlarda turgan bilan kelajakda yaxshi kunlari kelishi ko'rinyapti bu insonni. Kelajakda puli ham, yorug' kunlari ham, hamma narsasi o'z o'rnida bo'ladi deyilgan bu yerda. Xo'p, yana to'siqlar bor, to'siqlarni bartaraf qilish kerak, yengish kerak. Oltita insonlarning so'zlaridan o'tolmayapti menimcha bu kishi. Sevyapti, sog'inyapti, eslayapti, rosa xayol qilyapti yaxshi ko'rgan insonini. Xo'p, sizni yaxshi ko'radimi degan savolni yana bir ko'raylik. Sizni yaxshi ko'radimi? Ikkilamchilikda turibdi, ikkita variant o'rtasida turibdi bu inson. Qanaydir yoki yana sizdan boshqa ayol kishi bor hayotida yoki bo'lmasa yoki kimlarning onasimi, kimdir. Xullas kimlardandir o'tolmayapti-da bu. O'tolmayapti hayotida, ikkinchi shaxslardan o'tolmayapti bu inson. Ikkilamchilikda turibdi. Ikkilamchilikda turibdi. Rosa energiyalar tushib ketyapti bu insonni. Xo'p, yana qarorlarni olishga harakat qilyapti, qarorlarini oladi nasib. Qaysi tomonga oladi qarorlarini? Qarorlarni qaysi tomonga oladi? Yaxshi tomonga oladi qarorlarni. Yarashuv bo'ladimi? Yo'q, qanaydir atrofida bu inson ilonga o'xshab, ikkiyuzlamachilik qilib, tilyog'lamachilik qilib, o'rab olayotgan insonlar, yomonlayotgan insonlar ko'p. Qaytma, borma, uchrashma, gaplashma deb, lekin sizga qaytishi ko'rindi bu yerda taqdir taqozosi bilan.
Dальше yana qaytadi, sizga qaytadi bu inson. Chunki bu inson his tuyg'ulari jush urib boryapti kundan kunga, soatma-soat. Bu inson sizga qaytadi. Hozirda biroz ikkilamchiliklarda turibdi, to'siqlari bor. To'siqlarni yengib o'tishi kerak bu inson. Inshaalloh yengib o'tsa, albatta sizga qaytib keladi. Endi 3-variant tanlagan shaxslarimizga ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu inson qaytadimi? Bu inson o'ylayapti, reja qilyapti, o'ylovlarda turibdi. Xo'p, maqsadlarda turibdi, go'zal rejalar olyapti. Sizga qaytadimi? Qaytadi, sizni juda yaxshi ko'radi. Har qanaqa qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar bu inson sizga qaytmoqchi. Har qanaqa taqdir zarbalari bo'ladi, atrofni kuddi gap so'zlari bo'ladi. Bu inson baribir sizga qaytish niyati bor. Ko'zlari ko'r holatda sizni yaxshi ko'ryapti, sog'inyapti bu inson hozirda. Xo'p, dalish yana nima bo'ladi? Go'zal ayol deyapti, sog'inyapman, chiroyli, meni o'ziga jalb qila bilgan, jozibali, qat'iyatli, imperatoritsam deyapti. Sizni rasa sog'inyapti bu inson, rasa chiroyli tasvirlanyapti. Men uchun berilgan boylik deyapti bu inson sizga. Xo'p, yaxshi. Qaytish qancha vaqtlarda bo'ladi? Reja qilyapti qaytish uchun. Qaytish uchun reja qilyapti. Nimalardir o'ylayapti, lekin bilasizmi, qaytishni xohlamaydigan insonlar ham bormi deyman bu yerda. Yo bo'lmasa qaytib bo'lmaydigan darajada dilxiraliklar bo'lganmi, yo bo'lmasa nimadirlar ham bo'lgan, janjallar, oilaviy janjallarmi, yo sevgi muhabbat o'rtasidagi janjallarmi, xullas shunga o'xshash narsalar bo'lgan, o'shalarni ham eslayapti. No, lekin har qanaqa vaziyatda nima muammolarni hal qilishim kerak deyapti. Bu ham ikkilamchiliklarda qolyapti. Qaytish uchun yo masala yechim topolmayapti, yo bo'lmasa bir nima desa bir sabab topolmayaptimi? O'sha qaytishga sabab topolmayotganligi uchun biroz siqilishda turibdi bu insonimiz. No, xo'p, yaxshi. Qaytadimi bu inson? Qaytadi bu inson. Bu inson qaytadi. Hozirda ahvoli tang ahvolda turgani bilan yaxshi, normal, kelajakda hammasi yaxshi bo'lib ketishi bor. Qaytadi, o'yin kulgu hammasi yana o'z iziga tushib ketishi ko'rsatildi 3-variant tanlaganlarga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shaxsiy ochirim uchun WhatsApp nomerimga yozinglar, iltimos telefon qilmanglar, men telefon ko'tara olmayman. Shaxsiy ochirim uchun menga WhatsApp nomerdan bemalol yozib qo'yishlaring mumkin. Shaxsiy ochirim qilib, shaxsiy rasklad qilib beraman. Telefon qilmanglar, barcha ishim ham, muammolarim ham rosa ko'p. Ko'tara olmay qolishim mumkin.